4-7 asrlarda Xorazm zaiflashib borayotgan Qang'i davlatidan birinchi bo'lib Xorazm ajralib chiqadi. Uni mahalliy afrig'iylar sulolasiga mansub xorazmshohlar idora qila boshlaydi. 3-asr o'rtalarida Xorazm davlatining poytaxti hozirgi Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida joylashgan qadimgi Tuproqqal'a shahar xarobasining o'rnida bo'lgan. Mudofaa jihatidan poytaxt nihoyatda mustahkam qilib qurilgan bo'lib, shahar devorining o'rtasida darvozaxona bo'lgan. Darvoza qarshisida shahar markazidan kesib o'tkazilgan ko'chaning har ikki tomonlari bo'ylab shaharliklarning turar joylari joylashgan. Barcha qadimiy qal'a shaharlari vohani qo'shni dasht qabilalarining hujumlaridan himoya qilish uchun qurilgan. Yagona tartibga asoslanib mustahkamlangan mudofaa qal'alari va yirik sug'orish inshootlari Xorazm o'sha paytda qudratli markazlashgan davlat bo'lganligini isbotlaydi. Xorazm vohasiga Qoraqum sahrosi tutashib ketgan. Xiva meridianidan sal sharqroqda qum tepaliklar chegarasi shimoliy g'arb tomonga buriladi va shu yo'nalishda deyarli Qorako'l ko'ligacha borib yetadi. Xorazmliklar qadim zamonlardan boshlab bu qumliklardan yo'llar o'tkazganlar. Bu davrda xorazmliklar Xurason va Eron bilan madaniy savdo aloqalarini yo'lga qo'yishgan. Xorazm diyorida sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik va savdo-sotiq, ilm-fan, san'at, xususan haykaltaroshlik yuqori darajada rivoj topgan. Aholi chorvachilik va baliq ovlash bilan shug'ullangan. Ularning xo'jalik turmushida asosan baliq, qovun, qovoq, yovvoyi jiyda va tut alohida o'rin tutgan. Xorazm hunarmandlari tomonidan juda chiroyli qilib yasalgan sopol idishlar saroylarni bezatib turgan. Xorazmda 4-10 asrlarda hukmronlik qilgan afrig'iylar sulolasi asoschisi Afrig milodiy 305-yilda o'z qarorgohini Xorazmning qadimgi Kat shahriga ko'chiradi. Kat qayta tiklanib, shoh o'ziga yangi saroy qurdiradi. Xorazmning afrig'iy shohlari kumush tangalar zarb etganlar. Tangalarning oldi tarafiga shoh surati, orqasiga esa suvoriy surati tushirilgan. Kumush tangalarning zarb etilishi mamlakatning ichki va tashqi savdo munosabatlarini mustahkamlagan. Hukmdorlar Xorazmshoh unvoniga sazovor bo'lishgan. Xorazmshohlar unvonini dastlab Siyovishlar sulolasi tomonidan qabul qilingan. 3-asrda Xorazm hududida bir nechta mayda hokimliklar mavjud bo'lgan. Tuproqqal'adan qo'lida burgut qo'ndirilgan tojdor hukmdor tasviri tushirilgan tanganing topilishi shubhasiz hukmronlik ramzidan dalolat beradi. Xorazmda 8-asrgacha Zardushtiylik dinining ta'siri kuchli bo'lgan. Zardushtiylik ibodatxonalarida ruhoniylar, mobadlar, diniy marosimlarni avloddan avlodga saqlab qolish mas'uliyatini olganlar. Bu ham o'ziga xos ta'lim-tarbiya jarayoni edi. Mobadlar tarbiyalanuvchilarga Zardushtiylikning o'git pantlari, ma'rifati hamda tarbiyasi hayotning eng muhim tayanchi ekanligini o'qitirishgan. Ta'lim maskanlarida bolalarga asosan o'qish, yozish va jang san'atidan saboq berilgan. Shuningdek, ularga faqat rost so'zlashlari zarurligi o'qitilgan. Yolg'on gapirish katta jinoyat hisoblangan. Xorazm xiyoniylar, kidariylar, eftallar hamda turk xoqqonligi davrida ham o'zining siyosiy mustaqilligini saqlab qolgan. Xorazm Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borgan. So'nggi afrig'iylar davrining oxirida O'rta Osiyo arablar tomonidan bosib olinib, bu yerda islom dini tarqalgach, Xorazm madaniyati o'zining yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ydi. Mahalliy xususiyatlarni saqlab qolgan holda, u barcha musulmon san'at umumiyliklariga xos xususiyatlarni o'zlashtira boshladi.